Yüz uchun Uxod oddelimizdagi glinalar bilan danışib chiqamiz. Buning 3 xil turi bor. Birinchi turi glina kremiskaya ekan. Bu ham oqartiruvchi, ham yuzni tinchlantiruvchi hisoblanadi ekan. Yuzingizni oqartirib, chuqur tozalab beradi. Ham desa bu yog' qatlamini ham ishlashini me'yori kelib beradi ekan. Keyin oqartirish bilan bir qatorda dog'larni ham kamaytirishga yordam beradi. Menimcha ko'pchilik ushunday narsalarni qidirib yuradilar. Glinani ushunday turini olsangizlar, hozirgi muammolardan qutulishga yordam beradi. Keyingi go'k varianti esa yuz va tana uchun mo'ljallangan. Bu husnbuzarlarni, cho'ning tochkalarini yo'qotishga yordam beradi. Bu ham chuqur tozalaydi. Ko'proq yog'li va aralash yuzlara to'g'ri keladi. Bularni surtgandan keyin albatta izindan namlantiruvchi krem surtish yodlaringizdan chiqmasin. Va uchinchi rozviy glinamiz esa bu yuzimizni chuqur namlab beradi va yumshatib beradi. O'ta quruq va sezgir derilar uchun mos tushadi. Deringizni yuzidan bir tekizatish ham yordam beradi. Yuz va tanangiz uchun mo'ljallangan. Bu glinalarimizni haftasida 1 yo 2 marta ishlasangiz bo'ladi. Izindan esa albatta namlantiruvchi kremlarni ham ishlating.